Ushbachalik haqida qissadagi nurg'un qahramonlar, donishmandlar, botir sarkarlarning ko'pinchisi qarsak, o'zining mijoz xarakterining askiligi tufaylidan yengilib qoldi. Bular boshqalar tarafidan mag'lub qilinmaydi, boshqalarga yengilib qolmaydi. Qarsak, oxirida hammasi o'zining bir eski mijoz xarakteriga yengilib qoldi. Ba'zilari hatto o'z hayotidan ayrildi. Masalan, Liu Beining joyilligi, Guayuning takabbur, menmenchiligi, Zhang Feining mijozining chus qo'pol bo'lishi, Shahudinning ochiq yomon, tirikkak bo'lishi, Zhouyining ichtar bo'lishi, Shuyuning ko'rangligi, po'chiligi, Jiangshuning bilarman, jorselishi, Cao Caoning intayin gumonxo'rligi, Dongzhuoning o'ktamligi, Yuan Shaoning lingtasmiligi. Bularning ko'pinchisi urush maydonida jang qilib o'lib ketmaydi. Balki o'zining shu eski mijoz xarakteri tufaylidan o'lib ketadi yoki yengilib qoladi. Endi bu ushbachalik haqida qilsadimi, o'zining obrazidan mijoz xarakteridan yaxshi personajlarmi bor. Masalan, Sun Quan, Zhou Yun, Lu Xun, Zhuge Liang. Qarsak bularning xarakteri intayin yaxshi, o'zini tutib olgan, bir qadar aqlli, savrchan, kishilik munosabati yaxshi, ehtiyotchan, kamtar, har qaysi taraflarning o'ziga bo'lgan fikrini anglashgan bir qadar moyir. Shunga qarsak bularmi ko'pincha bir qadar omadligarak asarda. Bularni asardagilar emas, bizda ko'rmanlardan yoqtirganlar shu bir qadar ko'p, shunami? Endi men shu ushbachalik haqida qissadim, biz chuqur bilib olgan yana bir shu hayot hikmati, turmush kartinasi naq bizning mijoz xarakterimiz. Yani sen her qancha qaltis, iqtidorli bo'lib ketsangmi, botir bo'lib ketsangmi, o'zingning mijoz xaraktering yaxshi bo'lmasa, oxirida sening natijang yoki sening erishliging ancha yaxshi bo'lib ketmaydi. Mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Tirikak bo'lsang, oxirida boshqalarga emas, o'zingga mazor berib qo'ysa. Joyil bo'lsang, sening mush joyilliging oxirida seni mag'lubiyatga akildi. Oldiraqsonlik qilish bir aqlning ishi emas. Biroq haddidan ziyoda azmisni izishmi bir nodonning ishi. Xarakter bir odamga go'zallik, baxt, omad, yaxshi natijalarni olib kelish bilan birga yana shundaq mag'lubiyat, azoblarni olib keladi. O'xshash ishni o'xshash bo'lmagan xarakterdagi odam qilsa, oxirida erishgan natijasimi yana o'xshash bo'lmaydi. Shunga xarakter demak, taqdir demak. Mazmun yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib olib birdan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Keyingi sonda 4 klassik asar to'g'risida davomli paramlashamiz.